O'zbekiston Finlyandiya pedagogika institutida muhim uchrashuv o'tdi. Bu uchrashuvda mana shu universitetni talabalari bilan va professor o'qituvchilar bilan uchrashuv o'tib, mana shu mamlakatimizda fanda, ilmda, ta'limda bo'layotgan o'zgarishlar masalasida fikrlar almashdik. Endi bitta narsani aytishim kerak, mana shu oxirgi yillar e'tibor bergan bo'lsangizlar, davlatimiz rahbari tomonidan pedagogikaga, ta'limga, ta'lim tizimiga juda katta e'tibor berilyapti. Mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganidek, najotimiz maktabda, najotimiz ta'limda, najotimiz ilmda. Mana shu pedagogika institutini asosiy qilayotgan ishi o'sha maktabda xizmat qiladigan ta'lim tizimida ishlovchi pedagoglarni tayyorlash kerak. Mana shu pedagoglarni sifati bizani qolgan hamma tizimlarni belgilab beradi. Chunki bular bizaga asosiy fundamentni qurayotgan, iqtidorli bolalarni tarbiyalab beradigan zvenoda joylashgan. O'sha agarda bizani fundamentimiz kuchsiz bo'lsa, qolgan ustida qanaqa murakkab qurilma qurmaylik, biza qulab tushamiz. O'sha uchun bizani asosiy maqsadimiz hozirgi davlatimiz rahbaridan tomonidan qo'yilgan, bu biza aqlli sanoatni yaratishimiz kerak. Aqlli sanoatni yaratishni kimning zimmasiga kelgan? O'sha muhandislarni. Agarda biza muhandis sinfini shakllantirishni imkonini topsak, bizani kelajagimiz buyuk va rivojlangan davlatlar safiga kiramiz. O'sha uchun biza nima qilishimiz kerak? Tarbiyaga va maktabdagi ilmga juda katta e'tibor berishimiz kerak. O'sha uchun mana shu tashkil qilingan yangi hamkorlikda tashkil qilingan pedagogika instituti ham o'zini so'zini aytish kerak. O'sha uchun nima uchun hamkor Finlyandiya deganda, o'sha Finlyandiyadagi o'quv tizimi juda effektiv ishlayapti. O'sha Finlyandiyadan chiqqan talabalar dunyo talablariga javob beryapti. O'sha uchun agarda biza xalqaro hamkorlikda ishlasak va bu yerdagi o'qigan talabalarni asosiy e'tiborini men aytaman berishimiz kerak, tajriba almashishda. Agarda mana shu institutda tajriba almashish yuqori tarzda qo'yilsa, bu institutning kelajagi buyuk bo'ladi va bizani mamlakatimizga yetuk pedagoglarni tayyorlab beradi. Mana shu asosiy maqsadimiz bizani mana shu pedagogika sohasida yuqori malakali talabalarni tayyorlash.